boshqa kasb ham qilib ko'rdim. Bir nima ish qilgansiz? yo kasb qilibki, men unaqa hali bir kasb qilib olmadim. Hali rosa hali bir ko'cha rivojlangan payti bo'lgan, ko'cha deb to'ylarga borsa san'atkorlar pulini olib qo'yardi, yig'ishtirib. Biz pul bermasdik. Qanaqa qilib pul beraman? O'zim og'zimda nonni berib qo'yaman. Men sizga olib keting ko'cha voyaka debdi. O'sha paytda berilmagan. Keyin zerikdim men ularga, hali tepangizga keladi-da, bir hali pul beradi dedi. Masala bilan olishyapmanmi dedim-da, keyin bir og'aynim bilan men aytdim, biz savdogarlik qilib ko'rmaymizmi? Endi 1-2 so'm pul bor edi. Undan ham oldim-da, bir hali nimaga Xitoyga Pampilov degan joy bor, o'sha yerga bir borib keldik-da, hamma yoq bankrot bo'ldi. Sotolmadim-da, qisqasi hali og'aynim yaxshi bo'lib ketdi, u savdogar bo'lib ketdi. U hali shopirlik qilib ham yurgan oldim-da, u yaxshi bo'lib ketdi. Men sotolmadim, o'zini narxiga sotdim-da, qisqasi olib kelgansan. Hali pullar joyiga qo'ydim, egasiga o'zim otam o'zim qilgan ishni qilaverdim-da, yana qo'shig'imni aytib ketaverdim. Ichingizda bo'lmaganda u ish. Menda bo'lmaganda, bir marta, 2 marta shu ishni qilib ko'rganman, boshqa ish qilmaganman men.